11-masala 170 nanometr uzunlikka ega bo'lgan DNK tarkibida 1200 ta vodorod bog' mavjud. Ikkinchi zanjirdagi purin asoslari birinchi zanjirga qaraganda 300 taga ko'proq. Ikkinchi zanjirdagi timinlar sonini aniqlang. Birinchi zanjirda timinlar sitozinlardan 100 taga ko'p deyilyapti. Birinchi ish 170 nanometrdan 0.34 ga bo'lib olamiz. 500 ta nukleotid bir zanjirda kelib chiqadi. Buni 2 ga ko'paytirsak 1000 ta nukleotid DNKda kelib chiqadi. Va DNKdagi jami vodorod bog'larining soni 1200 ta ni tashkil qilsa, xo'p, keyingi ma'lumotlar ikkinchi zanjirdagi purin asoslari adenin bilan guanin ikkinchi zanjirdagi birinchi zanjirga qaraganda 300 taga ko'p. Birinchi zanjirdagi purin asosiga qaraganda 300 ta ko'p va tenglama qilamiz. Birinchi zanjirdagi purin asosi X, ikkinchi zanjirdagi purin asosi X qo'shilgan 300 va buning komplementari ham X. Birinchi zanjirdagi pirimidin asoslari ham X qo'shilgan 300 va tenglama qilamiz. X purinlar soni, X pirimidin soni, X qo'shilgan 300 pirimidin, X qo'shilgan 300 ikkinchi zanjirdagi purin asoslari va jami nukleotid 1000 ta. Bu tenglamani ishlaydigan bo'lsak, X tenglik 100 kelib chiqadi. Bu degani birinchi zanjirdagi purin asosi soni 100 ta, ikkinchi zanjirdagi purin asosi ham 100 ta. Ikkinchi zanjirdagi purin asosi 400 ta, sababi X 100 chiqyapti. 300 ga qo'shib olsak 400 kelib chiqadi. Va birinchi zanjirdagi pirimidin asoslarining soni ham 400 ta bo'ladi. Xo'p, keyingi ma'lumot. Birinchi zanjirda timinlar deyilyapti. Sitozinlardan 100 taga ko'p. Birinchi zanjirdagi timinlar sitozinlardan 100 ta ko'p deyilyapti. Buning uchun sitozinlarni Y, timinlarni 100 qo'shilgan Y deb belgilab olamiz. Va ikkinchi tenglama. Y sitozin soni, Y qo'shilgan 100 timin soni, jami ikkalasining yig'indisi 400 ta. Bundan tenglamani ishlasak, Y tenglik 150 kelib chiqadi. Bu degani sitozin soni 150 ta, timin soni 250 tani tashkil qiladi. Bizdan ikkinchi zanjirdagi timin sonini so'ragan. Buning uchun jami vodorod bog'laridan 1000 da ayirib tashlaydigan bo'lsak, guanin soni kelib chiqadi. 200 ta guanin. 200 ta guanin degani 200 ta sitozin degani. Jami soni 400 ta guanin va sitozinlar soni. 1000 ta nukleotiddan 400 ta guanin va sitozinlarni ayirib tashlaydigan bo'lsak, 600 ta adenin timin qoladi. 2 ga bo'lsak 300 ta timin kelib chiqadi. Birinchi zanjirda 250 ta timin bor edi. Jami timinlar 300 ta. Shuning uchun 300 tadan 250 tani ayirib tashlaydigan bo'lsak, 50 ta timin birinchi zanjirda qoladi. Javob.